kim bo'lishdan qat'iy nazar sevinchga purish bo'lsa ham eng zo'ri bor. Juda ko'plari savol beradi, lor bo'lmaganida kim bo'lardi deb. Lor bo'lishimga bitta yetuk olim bor, akademik Piskunov Gennadiy Zaxarovich deydi. Moskvada diplomdan keyingi obrazovaniyada travmatologiyaga kirmoqchi bo'lib dokumentlarini tayyorlab o'tirsam, bir payt kelib qoldilar. Yosh kattaroq bir dada. Chemodanni ochib, sendvichini yeb o'tiribdi-da, gaplashib o'tiribdi. Kimligini ham aytmadi, lekin lor bo'lishim kerakligini ubedit qildi, meni ishontirdi. Shu bilan bordim, kafedraga borsam, o'sha dada akademik Gennadiy Zaxarovich Piskunov ekan. Shu sabab lor bo'lganman. Dadam gaplari bor. Kim bo'lishdan qat'iy nazar sevinchga purish bo'lsa ham eng zo'ri bor. Zo'ri bo'lmasang tashlab o't sohani derdilar. Shunga harakat qilamiz, intilamiz, har doim o'zimiz ustimizdan ishlaymiz.